Bilasizmi? Amir Temur jangni nega shoshilmay boshlagan? Chunki u shunday degan. Avval o'ylagin, keyin harakat qil. Amir Temur jangdan oldin dushmanini o'rganardi. Ular nechta, qayerda turibdi, qanday quroli bor. Shundan keyingina u qaror qilardi. Shuning uchun ham Amir Temur ko'p janglarda yutgan. Aqlli odam shoshilmaydi. Avval o'ylaydi, keyin yutadi. Bilasizmi? Amir Temur jangni nega shoshilmay boshlagan? Chunki u shunday degan. Avval o'ylagin, keyin harakat qil. Amir Temur jangdan oldin dushmanini o'rganardi. Ular nechta, qayerda turibdi, qanday quroli bor. Shundan keyingina u qaror qilardi. Shuning uchun ham Amir Temur ko'p janglarda yutgan. Aqlli odam shoshilmaydi. Avval o'ylaydi, keyin yutadi.